20 million, 30 million pulim bor. Qo'yni qanaqa yo'nalishdan boshlasam yaxshi? Qo'chqor boqaymi yoki bo'g'oz qo'ymi yoki qo'zi boqishni tavsiya berasizmi deb ko'pchilik savol berishibdi. Shunga bitta qilib javob berib o'tmoqchiman. Boshlamoqchi bo'lganingiz yaxshi. Qo'zi boqasizmi, sog'liq boqasizmi yoki qo'chqor boqasizmi? Men o'sha yangi boshlamoqchi bo'lganlarga har doim aytaman, qaysi yo'nalishga tushsangiz ham agar qo'yni foydasiga ishonib qolmang deyman. Chunki qo'y shunday olib kelganingizdan sizga ertasi kun foyda olib kelmaydi. O'sha eng tez foydaga kiradigan yo'nalish ham misol qo'chqor boqib 2 oy 3 oyga semirtirib suydiraman desangiz ham o'shanga ham kamiga 3 oy vaqtingiz ketadi. Shuning uchun hammaga tavsiya beraman, qanaqa yo'nalishda boqsangiz ham qo'shimcha ishingiz bo'lishi kerak. Aslida o'sha qo'y boqishni siz qo'shimcha ish qila olishingiz kerak. U shunchaki qanaqadir yeringiz yoki uy hovlingizda bir chakkasiga boqsangiz ham o'sha sizga qo'shimcha foyda bo'lib turishi kerak. Men beradigan maslahat o'sha qanaqa yo'nalishga qo'y boqsangiz ham o'zingizning ishingizni ham davom ettirishingizni tavsiya beraman. To siz uni yo'l yo'rig'iga tushib, asrorini o'rgangunizcha baribir yaxshigina xarajat bo'ladi, minusga kirishingiz ham mumkin. O'shalar hammasini hisobga olgan holda boshlashingizni tavsiya beraman.